og'iz bo'shlig'ining tuzilishi. Demak, yuqorigilar labium superior, pastkilar labium inferior va ikkita lablarning burchagida bir-biri bilan birikkan joyda demak burma bor. Commissura labiorum deyiladi va og'iz bo'shlig'ining o'zini umumiy tuzilishini oladigan bo'lsak, ikkita bo'shliqdan iborat. Lablardan boshlab, demak labning ichki qismi, ya'ni tunika mukoza shilliq qavatidan boshlab, demak tishlargacha, tishlarning burchagigacha bo'lgan masofa vestibulium oris deyiladi, ya'ni og'izning dahlizi deyiladi. Tishlardan boshlab, demak bizda yumshoq tanglaydan, demak og'izning ichki yorig'igacha, ismus faciumgacha bo'lgan qismi, demak og'izning xususiy bo'shlig'i deyiladi. Cavitis oris propria deb aytiladi. Endi nimani ko'rishimiz mumkin? Birinchi ko'rinadigan narsa, demak yuqorgi tish yoyini ko'rishimiz mumkin. Arcus dentalis superior va arcus dentalis, demak biz ko'ramiz demak inferior, ya'ni yuqorgi va pastki tishlarni yoyini ko'rishimiz mumkin, yoki bo'lmasa o'sha yuqorgi va pastki tishlarni demak joylashgan umumiy doimiy tishlarning joyi. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, bizda og'iz bo'shlig'ining o'zi yuqorgi devori tanglay bilan chegaralangan bo'lib, ikkiga bo'linadi. U ham qattiq tanglay va yumshoq tanglayga bo'linadi. Qattiq tanglay demak bizda yuqorgi jag suyagida maksillada o'tilganda, demak yuqorgi jag suyagining tanglay o'sig'i processus palatinalis os maxilla va os palatinalis ikkalasining chegarasigacha demak bizda davom etyapti. Bu qattiq tanglay bo'ladi. Pallatum dorum deyiladi va qattiq tanglayimiz demak biz ko'rishimiz mumkinki, bir-biridan demak o'rtada chok orqali, rafi palatin, ya'ni tanglayning choki orqali demak bir-biridan ajralib turadi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, demak yumshoq tanglay bor. Yumshoq tanglay 5 ta mushakdan iborat. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Va bu yerda nimalar bor? Tilchani ko'rishimiz mumkin. Demak biz uvila palatina va undan tashqari oldingi va orqa yoylarni ko'rishimiz mumkin. Oldingi yoyimiz demak arcus pallata glossus va orqa yoyi arcus pallata pharyngealis deyiladi. Demak oldingi yoy arcus pallata glossus bu tanglay til yoyi hisoblanadi. Ikkinchisi esa arcus pallata pharyngealis, tanglay yutqun yoki tanglay halqum yoyi deb bizda yuritiladi. Keyingisi o'ziga xosligi nimadan iborat? Demak oldingi va orqa yoyining o'rtasida tanglay murtagi joylashgan tanzila palatinalis, o'sha oddiy tilda aytganimizda o'sha angina, tomoq bir bezovta qilganda ko'pchilik holatda og'riydigan demak bodomsimon bez, bu o'sha tanzila palatinalis hisoblanadi. Va bu yerda nima ko'ramiz? Yon tarafdan demak lyujlarni ko'rishimiz mumkin. Ichki tomondan shilliq partasini, o'rtada demak bizamiz musculus buccinator bo'ladi, lyuj muskuli bo'ladi va pastki tomondan og'izning pastki qismini demak til to'ldirib turadi. Orqa tomonda faqat tilning dorsum lingua, tilning orqa qismini demak biz ko'rishimiz mumkin bu yerda. Endi xuddi shu holatda, kesilgan holatda ko'radigan bo'lsak, bizlarda yuqorgi jag'imizni maksillada nimani ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda yuqorgi labimiz, labium superior, yuqorgi labimizning teri qavati kutaneus qismini ko'rishimiz mumkin va miliklarga qaragan demak bizlar ko'rishimiz mumkin tunika mukoza shilliq qavatini, og'iz ichiga qaragan shilliq qavatini va bu yerda yuqorgi jag'ni tish o'rnini ko'rishimiz mumkin va bu yerda o'sha bizlar o'sha boya aytib o'tganimiz doimiy tishlar dens permanentis 16 ta, yuqorgi jag'da 16 ta, pastki jag'da 16 ta, umumiy demak bizlarda 32 ta doimiy tishlarimiz bor. O'shaning 16 tasini ko'rishimiz mumkin va bu tishlarning o'zi ham xuddi shu joyning o'zida demak 4 ga bo'linadi. Birinchi demak bir jufti o'rtada. Demak agar biz 16 ta deb oladigan bo'lsak, uni 8 tasini ko'rib chiqamiz. 8 tasi demak birinchi ikkitasi bizlarda bo'lyapti dens incisivalis, kesuvchi tishlar. Keyingisi qoziq tishimiz dens canina, undan keyin ikkitasi premalyar kichik qoziq tishlar va uchtasi malyar tishlar, ya'ni katta qoziq tishlarni ko'rishimiz mumkin. Endi yana bu yerda nimaga e'tibor beramiz? Tishlarimizni bo'ynigacha qoplab turgan qismi old tarafdan gilva milklar deb aytiladi. Milklar demak och pushti rangda shilliq qavatda tuzilgan ko'rib turibmiz va unda orqa tomonda tanglayimizda agar
kesib ko'radigan bo'lsak, tanglayni qattiq tanglayimiz osti tomonida demak tanglayni kichik bezlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni glandula palatinalis deb aytiladi. O'sha so'zida suyuqlik ishlab chiqaradigan. O'zi og'iz bo'shlig'ida ikki xil bezlar bor. Bu katta va kichik bezlar hisoblanadi. Buni demak keyingi darsda tushunib o'tib ketamiz. Endi yana nimani ko'rishimiz mumkin? Biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizlar yaxshi e'tibor qiladigan narsa yumshoq tanglay. Boya aytib o'tib ketdik. Yumshoq tanglayimiz chodirga o'xshaydi. Bu o'sha chodir ko'rinishida tuzilganligi uchun bu mushagiga xuddi shunday nom berilgan. Bu yerda 5 ta muskuldan iborat ekan. Bir boshdan sanab chiqamiz. Birinchi muskul, demak, musculus palataglossus. Tanglayni demak, tamda yaponiya o'zidan boshlanyapti-da, demak, tilning ildizini lateral yon tarafidan bog'lanyapti. Qisqargan vaqtida o'sha tanglay til muskuli qisqargan vaqtida demak, og'izning ichki yorig'i torayadi. Ikkinchi muskulimiz bu o'sha tanglay til muskulining ostida joylashgan muskul. Bu bizlarda musculus palatofaringealis deyiladi, ya'ni tanglay halqum yoki tanglay yutqun muskuli deb aytamiz. Bu ham xuddi shunday tanglay aponevrozidan boshlab ikkinchisi demak borib halqumni demak boshlang'ich qismiga ulanyapti. Demak, bunda qisqargan vaqtda bunda ham bizlar og'izning demak ichki yorig'ini o'sha halqumga ulanadigan demak ko'ralik teshigini torayishini kuzatishimiz mumkin. Uchinchi muskulimiz musculus uvula, demak bu tilcha muskuli va to'rtinchi muskulimiz bu musculus levator velum palatini deyiladi, ya'ni tanglayni chodirini yuqoriga ko'taruvchi muskul. Tanglayni chodirini yuqoriga ko'taruvchi muskul bu to'rtinchisi bo'lsa, keyingi muskulimiz bizlarda tanglayni chodirini taranglashtiruvchi muskul. Musculus demak tensor velum palatini deb aytiladi, demak tanglayni chodirini ko'taruvchi muskul. Mana shu 5 ta muskul birgalikda yumshoq tanglayni hosil qiladi. Ya'ni musculus palataglossus demak tanglay til muskuli, musculus palatopharyngealis tanglay yutqun muskuli, musculus uvula tilcha muskuli, musculus levator velum palatini tanglay chodirini ko'taruvchi muskul va musculus tensor velum palatini demak tanglay chodirini taranglashtiruvchi muskul. Mana shu 5 ta muskul yumshoq tanglayni bizda hosil qilib beradi. Bundan yon devorlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, musculus buccinator o'sha demak lunch muskullarini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Og'iz bo'shlig'ida yana og'iz bo'shlig'ining kirish qismida yana nimani o'rganishimiz mumkin. Demak, bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa tilni ko'rishimiz mumkin. Til demak lingua, tilni o'zini oladigan bo'lsak, lingua tilni tuzilishida 3 ta qismi bor. Tilning uchi apex lingua, tilning tanasi corpus lingua, tilning ildizi demak bizda bo'lyapti radix lingua. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ikkita yon tomonda qirg'oq bo'ladi, margo qirg'og'ini ko'rishimiz mumkin va bu yerda egachchalar bor. Ya'ni sulcus medianus linguale tilning medial demak egachchasi va bizda tilning ildizi bilan tilning tanasini o'zaro ajratib turgan demak sulcus terminalis demak terminal demak egachchani ham ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Va bu yerda terminal egachchaning yuqorgi qismida foramen cecum lingua bo'ladi, tilning ko'r teshigi. Aynan mana shu terminal egachchani demak bizlar yo'nalish burchak yo'nalishi bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda tilning so'rg'ichlari demak boshlanadigan dastlabki qism hisoblanadi. Ya'ni tilni agar vazifalariga keladigan bo'lsak, ovqatni maydalangan demak og'izda maydalangan ovqatni bir-biriga aralashtirish va halqumga jo'natishdan tashqari demak o'sha bizlar iste'mol qilayotgan ovqatlarni ta'mini bilish vazifasini ham bajaradi. Bunda ta'm bilish vazifasida birinchi o'rinda uning so'rg'ichlari yordam beradi. So'rg'ichlarini bizlar papilla deb aytamiz, so'rg'ichlari va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, birinchisi papilla vallati ko'ryapmiz, ko'taruvchi yorug'dan so'rg'ich. Bular 7 tadan demak 12 tagacha bo'ladi. Joylashgan joyi xuddi o'sha sulcus terminalisga yaqin joylashadi. Yirik markazida ta'm biluvchi retseptorlari bo'ladi va haroratni demak sezishda ham ishtirok etadi va biroz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizlarda tanasi va uchki qismlarida qo'shimcha so'rg'ichlarimiz bor. Bu demak shakliga ko'ra konussimon, qo'zg'alonsimon so'rg'ichlar bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana kattaroq holatda juda yaxshi ko'rishimiz mumkin. Birinchi eng ko'p uchraydigan demak bizda
eng ko'p uchraydigan so'rg'ishlarimizdan bu papilla filiformis ipsimon so'rg'ishlar, to'laligicha qoplab olgan ko'ryapsizlar. Demak, tanasi oldingi tanasi va ichki qismini bundan tashqari bizda qo'ziqorinsimon bor, shakli ham qo'ziqoringa o'xshash papilla fungiformis deyiladi, lekin bularning soni chegaralangan. Keyingisi esa tilning yon tarafida joylashgan papilla foliata, ya'ni bargsimon so'rg'ishlar mavjud va shunga ko'ra tilimiz yon taraflarida, demak bizlarda nordon va sho'rni, ichki tarafi demak bizlarda aniqlashga yordam beradi shirinni va orqa tarafda demak achchiqni sezishda ishtirok etadi. Endi tilimizni agar ildiz qismiga qaraydigan bo'lsak, tilning ildiz qismida asosiy bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa tanzila linguale, ya'ni tilning demak bizlar murtaklarini ko'rishimiz mumkin. Juda ham ko'plab joylashgan til murtaklari va unga yaqin bo'lib joylashadi bizlarda tanzila palatinalis, ya'ni tangdagi murtak, oddiy tilda angina deb aytamiz. Endi tilning muskul mushaklari haqida ko'rib chiqamiz. Tilning mushaklari ikki xil bo'ladi: tilning xususiy va skelet mushaklari. Tilning xususiy mushaklari xususiy deyilishiga sabab tilning o'zida boshlanib o'zida tugaydi, shuning uchun tilning xususiy mushaklari deb aytiladi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, tilning xususiy muskullari o'zi 4 ta. Bu birinchisi musculus longitudinalis superior va musculus longitudinalis inferior, ya'ni tilning yuqorisida va lateral burchagining yuqorisida va pastida joylashgan uzun muskullar hisoblanadi. Bu ikkita muskul yuqoridagi, demak qisqaradigan bo'lsa tilimiz uchi yuqoriga qarab aylanadi. Demak musculus longitudinalis inferior qisqarsa, tilimizning uchi demak pastga qarab qisqaradi. Keyingi mushaklarga e'tibor qiladigan bo'lsak, nimaga ko'proq qaratishimiz kerak bo'ladi? Uning yo'nalishiga qarab, ya'ni ko'ndalang joylashgan muskullari bor. Musculus transversus lingua va vertikal joylashgan muskullarni ko'rishimiz mumkin. Musculus verticalis lingua, tilning vertikal mushaklari va tilning demak bizlarda ko'ndalang muskullari. Tilning ko'ndalang muskullari qisqarganda tilimiz demak bizlar ensizlashadi va qalinlashadi. Tilning demak tilning vertikal ko'ndalang muskullari qisqarganda, tilning vertikal muskullari qisqarganda esa til yassilashadi. Asosiy vazifasi. Keyin tilning skelet muskullari. Bu tilda boshlanadi va tilning atrofida yaqin joylashgan suyakka borib tugaydigan muskul. Birinchisi musculus styloglossus, ya'ni til va demak bizlarda bigissimon o'siq muskuli, o'sha chakka bor, o'sha kalla suyaklarida joylashgan chakkani demak bizlarda protsessi styloideus bor, ya'ni bigissimon o'sig'i bor. O'sha bigissimon o'siqda borib birikadi. Ikkinchi uchi esa kelib birikadi, tilning yuqoriga va pastki tomonidan demak musculus longitudinalisga kelib birikadi. Keyingisi demak til mushaklari 3 ta, skelet muskullari 3 ta. Demak, ikkinchi til muskulini ko'rib chiqargan bo'lsak, mana juda yaxshi berilgan. Ikkinchi til muskulida nimani ko'rishimiz mumkin? Demak, birinchi ko'radiganimiz musculus hyoglossus, ya'ni bu yerda kesilgan holatda ko'rsatilyapti bizda til osti suyagi va til muskuli musculus hyoglossus ko'rib turibmiz. Keyingisi esa musculus bizlarda bo'ladi erkak til muskuli bo'ladi. Demak, musculus genioglossus, mana buni agar yaqinroq olib kelib ko'radigan bo'lsak, ikkalasini ham bu yerda musculus hyoglossus va musculus genioglossus erkak til muskuli. Erkak til bo'lgandan keyin demak pastki jag'imizni erkak o'simtasidan boshlanadi. Ikkinchisi esa hyoglossus til osti suyagini tanasidan boshlanadi va tilning vertikal, demak tilning vertikal va tilning ko'ndalang muskullariga borib birikadi. Tilning skelet muskullarining asosiy vazifasi demak tilni orqaga pastga tortadi, tilni demak orqaga yuqoriga ko'taradi va tilni oldinga va pastga tortadi. Bu asosiy muskullar. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, skelet muskullari tilning xususiy muskullariga borib bog'lanyapti. Endi bu yerda yana bitta narsa qoldi. Og'iz bo'shlig'ida lablar bilan mana shu joyga agar e'tibor beradigan bo'lsak, bizda yuqorgi va pastki lab bilan gig va milk o'rtasida frenulum bor. Frenulum bu yugancha degani. Yugancha oddiy tilda oladigan bo'lsa, masalan, otlarni o'sha boshqarish uchun foydalaniladigan jism bu yugancha. Xuddi shunday
bu yerda ham lablar bilan demak milk o'rtasida joylashgan bo'lib, lablar bilan milkni fiksatsiyalaydi. Ya'ni o'sha lab harakatlarini fiksatsiyalab ma'lum bir chegaradan o'tib ketmasligiga sababchi bo'ladi yoki xuddi shu narsa til bilan tilning ostki qismi diafragmasiga borib ulangan, demak tilning demak pardasi yoki tilning yuganchasini ko'rishimiz mumkin. Bu ham demak bizlarda ba'zida agar qalinroq va ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ba'zida so'zlarni talaffuz qilishda xalaqit qiladi va buni alohida kestirib kelishga majbur bo'lishadi. Shu yosh bolalarda shu e'tibor o'sha kerakli harflarni ayta olish uchun. Undan keyin tilning ostki qismida bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa tilning osti so'rg'ichi, demak bu carancula sublingualis. Carancula sublingualisga til osti so'lak bezi va jag osti so'lak bezlarining yo'li ochiladi. Ya'ni bizlarda glandula sublingualis va glandula submandibularisning yo'llari aynan mana shu demak til osti so'rg'ichlariga ochiladi.